Qonun juda dolzarb. Mana shu mazkur qonun predmetdan kelib chiqib, e'tiboringizni bir jihatga qaratmoqchiman. Sun'iy intellekt shubhasiz inson aqlining natijasi sifatida hayotimizga, faoliyatimizga kirib keldi. Bu haqiqat. Ushbu zamonaviy texnologiyaning qulayligi, afzallik tomonlari juda ko'p, lekin salbiy jihati ham ko'zga tashlanib qolyapti. Masalan, yoshlar, talabalar, o'quvchilar uchun u tayyor dastyorga aylandi. Kurs ishi, nazorat ishini sun'iy intellekt tayyorlab beryapti. Hamma savollarga to'g'ri javob beryapti deb ayta olmaymiz. Yaqinda o'zim mashhur shoirning she'rini izlab savol bersam, u she'r qolib ketdi-da, u satrlar qolib ketib, sun'iy intellekt o'zi she'r to'qib tashladi. Demak, sun'iy intellektning yolg'on ma'lumot berish foizlari oshib boryaptimi degan bir fikr ham xayoldan o'tadi. O'quvchilar masalalar yechimida o'ylamay, chatbotni javobini, ya'ni ko'p hollarda noto'g'ri javobini olishyapti. Natija nima bo'lyapti? Natija sun'iy intellektdan tinimsiz va manqurtlarcha foydalanish ongni zaiflashtirmoqda. Shu sababli undan foydalanish imkoni yo'q vaqtlarda agar o'sha ba'zi yoshlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, hech narsani eplay olmaslik va buning oqibatida asabiylashish tufayli ruhiy tushkunlik holatiga ham uchrashmoqda. Bolalar uchun mo'ljallangan ilovalarda yoki platformalarda zararli kontentning paydo bo'lmasligi, sun'iy intellektning to'g'ri ishlashi, ya'ni aldamasligini nazorat mexanizmi bormi degan savol ham beixtiyor xayoldan o'tadi.